Bir qo'shnimiz bor. 5 o'g'li bor. Meni qizim tug'ilganda quda bo'larkanmiz-da deganda. Men hazillashib, kech qoldingiz. Sizdan avval so'rab bo'lishdi dedim. Qo'shnim hozir nima ko'p, qiz ko'p. Daraxtni tepsang, qiz yog'iladi qabilida gapirdi. Menga bu gapi qandaydir og'ir botgandek bo'ldi. Parvardigor olamga shukrki, qizimni uzatdim. Hozirda tinib tinchib ketishgan. Yaqinda ko'chaga chiqsam, qo'shnim turibdi. Katta o'g'lini uylantirmoqchi edi. Kuzga to'ymi? Xudo xohlasa, desam, bilmadim, qiz topolmayapmiz dedi. Hatto o'g'lini, tog'asini qizi ham unamabdi. Qizlar to'g'ri ko'p, lekin ular ham yerdan chiqmagan. Yo daraxtda osilib turishmaydi. Aytmoqchi bo'lganim, katta yesang ham gapni katta yoki o'ylamay gapirma degan maqolga amal qilaylik.